Mana shu bor, akustika bo'yicha Zikr 001 bilgan biladi, bilmagan o'zi o'lar. Atigi 7000 kilometr yurgan 2025-yilda ishlab chiqargan mashinani qaranglar. Salonni holatini. Men salonni yoqqani uchun salondan boshladim. Gazoviy kirishi, полный full mashina. Qaranglar, 2025-yilda ishlab chiqarilgan Zikr 001 shu yuni eng fulli, xudo xolasa, mana sizlarga tayyor variant. Qaranglar, toddaligini mashinaga srochni ulgurib qolasizlar. Faqat Avtobrend kanalidan sizlar uchun bu mashinani 7000 kilometr yurgan Zikr 001 eng fulli UZ Sport mashinani zo'r narxda beraveramiz. Faqat shoshilib, ulgurib, barakasini qo'rasizlar. O'zimiz xizmatdamiz. Qo'yilayotgan mashinalar hammasi baraka bo'lyapti. Narxini ham zo'r narxda qo'yamiz. Qaranglar mashinani. Perforatsiyali oporniy, Brembo tormoznoy mashina Pirelli balonlarda turibdi. Mashina ideal bo'lib turibdi. Mordasi bronli plonka, полный full pnevmalarigacha bor. Mashinalarga haqiqatan ideal bo'lib turibdi. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Avtobrend kanalidan bu mashinani sizlar uchun nechi pul deb o'ylaysizlar? Nechi pul? Hozirgi paytda ancha qimmat qo'yilayotgan paytida bu mashinani sizlarga pashti yangisini 5000 arzoniga berib yuboramiz. Narxini sizlar uchun faqat bugungina 44700 dollarga srochniy xarid qilib qolasizlar. Faqat bitta duo qilib qo'yib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Mashinani oluvsi mana shu bo'ladi. Bosib yuboringlar. 789 soat kuchi 3 sekundda 100 ga chiqadi.